Assalomu alaykum Miltronos kuzatuvchilari va inkubator ishqibozlari. Bugun sizlarga Xitoyda ishlab chiqarilgan, boshqaruvi to'liq avtomatlashtirilgan inkubatorlarimizni narxlarini, ishlatish tartibini qisqacha video davomida aytib, ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, like va podpiska bosishni unutmanglar. Qani boshladik unda biz. Mana bu yerda 15 talik modelimiz bor. Bu 15 talik modelimiz 220 voltda ishlaydi. Mabodo to'kis o'chib qolgan taqdirda ham 12 voltda ham bemalol ulab ishlatsangiz bo'ladi. Komplektida mana shunaqa idishlari chiqadi. Ikkita suv idishi ham bor komplektida. Bu mini inkubatorimizni panari ham bor albatta. Tekshirsangiz bo'ladi. Qanchasi ham bo'ladi. Mana bu yerda bo'lsa 36 talik modelimiz. Bu yerda bunda ham bor funksiyalar bir xil, avtomatlashtirilgan hammasi bir xil. Bunisi bo'lsa 64 talikda ikki xil modelidan bor. Mana bu yerda 128 talik modelimizni ikki xilidan kelgan. Mana bu yerda bo'lsa 192 talik modellarimizni ikki xilidan bor. Bularda ishlatish tartibi hammasi bir xil ishlatish tartibi. Yaqinroq olib kelinglar kamerani, mana bunisida qisqacha qilib tushuntirib o'tamiz. Xo'p, to'kka suqdik. Albatta tanlash imkoniyatimiz bor biz, misol uchun bu to'liq avtomatlashtirilgan. Mana mode knopkani bosib tursak, mana misol uchun tovuqqa o'tdi. Mana mode knopkani bossak o'rdakka o'tyapti. Mana bunda bo'lsa g'ozga o'tyapti. Mana ko'ryaptimi? Mana bu yerda bosib turamiz modeni. Kabutar yoki bo'lmasa o'sha qirg'ovul. Mana bosamiz, bedanami, shunga o'xshagan narsa. Mana bu yerda bo'lsa customga o'tsa, bu robot o'zingiz boshqarasiz degani, ruchnoy. Endi misol uchun siz modeni bosib turib, tovuqqa qo'ydingiz misol uchun, o'zi avtomatik bu avtomatlashtirilgan inkubatorimiz o'zini-o'zi boshqaraveradi bemalol. Bunga qo'yib turib, plus minus knopkalarni bosib yurganingiz bilan bu narsalarda ishlata olmaysiz. Bu misol uchun gradusini ligrovka qilaman siz yoki namlikni ligrovka qilaman siz, knopkani modeni bosib turib, mana customga olib o'tib olasiz. Robotga. Shunda endi mana setni bitta bosib, misol uchun gradusini past-baland qilsangiz bo'ladi. Misol uchun tovuqlar bo'lsa 37.2 birinchi kundan 7-kungacha yana bitta setni bosib qo'ysangiz, namlikni boshqarsangiz bo'ladi. Birinchi kundan 7-kungacha 60-65% namlik bo'lishi kerak bo'ladi. Tovuqlarda xuddi shunaqa narsa, ya'ni bitta setni bosamiz. Mana bu tarafga qarab o'tyapti. Mana hayot deyapti, bu ishlayotganini ko'rsatadi. Bu to'liq bosqichda ishlayapti. Mana misol uchun yashil, sariq, qizil. Bu o'zini-o'zi boshqaraveradi. Ma'lum bir miqdorda qiziganda o'zi avtomatik sal pasaytirib, bir xilda tok sarflamaydi. O'zini-o'zi boshqarib chiqaveradi. Xo'p, mana bu yerda bo'lsa namlikni ko'rsatib turadi. Mana bu yerda namlik datchik ishlayapti. Albatta tuxum aylantiradi yo'llari ham bor. Bemalol o'zi har 2 soatda tuxumni avtomatik aylantirib turadi. Siz o'sha customni emas, tovuqni yoki o'rdakni nimani tanlab qo'yganingizdan keyin. Bu alarm knopkasi nimasini bir xilda yonib o'chib turadi. Bo'lmasa signal beradi ham, tuxumdan sal birorta o'zgarish yoki birorta nima bo'ladigan bo'lsa signal beradi. Bu knopkasi mana bu yerda tuxumingizni ham bundan bemalol tekshirsangiz bo'ladi. Qisqaroq qilib, shunaqa video uzayib ketmasligi uchun qisqaroq qilib aytib tushuntirib o'tdim. Hammasini ishlatish tartibi xuddi shunaqa. Bularda ham mana bu modellarimizda ham bir xil ishlash tartibi, bunda ham xuddi shunaqa. Mode knopkasi past-baland qiladigan minus plus 220 da ishlaydi. 12 voltda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerda lampalari bor. Bunda ham zaten namlikni ligrovka qilib tursangiz bo'ladi ustidan. Biz endi videoda ko'rinishi uchun po'kaylarini olib qo'yganmiz bu yerga. O'zi aslida po'kaylari bilan bir xilda mana bu yerda komplektda siz uyda yoki ishxonada ishlatasiz. Mana shu holatda ishlaydi bular. Po'kayni olib qo'yib ishlatmaysiz, mana shu holatda turadi. Bitta mana misol uchun aytib ko'rsatib tushuntirib o'tilgan. Mana yaqinroq olib kelinglar. Inkubatorda o'zimiz bizdan
olgan kelinlarimizga to'liq qo'llanmasini o'zimiz yozib jadval qilib beramiz. Masalan, tovuq tuxumi 1-kundan 7-kungacha 37-8 gradus issiqlik, 60-65% namlik, 8-kundan 14-kungacha 37-6 gradus 50-55% 60% namlik. Hammasi o'rdak tuxumi deysizmi, g'oz tuxumi deysizmi, bedana tuxumi deysizmi, farqi yo'q. Hammasini jadval qilib tuzib beramiz bizdan olgan kelinlarimiz uchun. Mana bu yerda bo'lsa biz o'zimiz mana qisqaroq bo'lsin dedim videoda tushuntirishdi. Mana bu yerda ishlatish tartibi, modi tugmasini 3 soniya bosib turishingiz, hammasini aytib ekranda yozuv nima chiqishi, setni 2 marta bosib plus minusni o'zgartirishingiz, hammasini aytib bosib maytda ko'rsatib aytib o'tiring. Ham aytib bosib shunaqa chiqsangiz bo'ladi, shunaqa kalibrovka aniqligini tekshirish deysizmi, hammasi signal ogohlantirish, agar harorat yuqori bo'lsa namlik datchigi ishlashi, xullas hammasini aytib ko'rsatib bu jadvalda aytib o'tilgan. Bizdan olgan kelinlarimizga shu jadvalni o'zimiz Telegramdan yozishda bizdan mahsulot olganlarga PDF variantini ham tashlab berishimiz mumkin. Bu narsani bir yo'li berib yuboring desa, bunaqa nimalardan o'zimiz tuzib bergan jadvalimizni berib yuboramiz. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, mana bu yerda 15 talik modelimizni $55 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bor, yetkazib berish xizmati bor, kelishilgan holda optim narxlarda eng arzon, eng sifatli bo'lgan o'sha full avtomat boshqaruvli $55 dan qilib beramiz. 15 talik, 36 talik modelimiz bo'lsa $75 dan qilib beramiz. Ya'ni 64 talikni ikki xili bor dedim. Mana bu 64 talik modelimiz bo'lsa $90 qilib beramiz. Oxirgi narxi. Mana bunisini bo'lsa $115, 128 talik bu model. Mana unisini bo'lsa $140, 192 taligimiz. Ama 64 talikni mana bu modeli bo'lsa, ozgina korpusini sal dizayni ham chiroyli va ozgina qalinroq va quvvatroq ishlangan. Bu modelimiz bo'lsa $100 ga to'xtatib beramiz. Mana bu modelimiz bo'lsa 128 talikni $125 ga qilib beramiz. Endi oxirgisiga keldik. 192 talik modelimizni $150 qilib beramiz. Eslatib o'taman, O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatimiz bor. Ekranlaringda yozilgan nomerlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring ham Telegramdan yozib yoki aloqaga chiqsalaring qo'shimcha ma'lumot ham bemalol berib o'tiramiz. O'zbekiston bo'ylab narxlari bexijolat, juda ham arzon, optim narxlarda. Xudo xolasa ochish koeffitsiyenti 185%, 90% bemalol o'zingiz ozgina mehr berasiz. Namliklarga qarab sal e'tiborli bo'lib tursiz. Xudo xolasa xijolat qilmaydi bu kvartiralarimiz. Joyda ham misol uchun ko'p egallamaydi. Kimlar uchun hobbi, ya'ni domda yashaydiganlarga ham misol uchun olib ishlatsa bo'ladi. Mana bular misol uchun bitta mikrovolnovkani joyini egallaydi. Mana misol uchun sovg'aga yoki bir 10-15 yashar bolalar qiziqayotgan yoki bir nima qilib berayotgan akalar yoki tog'alari bo'lsa bemalol olib berib, mana biznesni boshla, jiyan yo uka deb mana bemalol mana bizga murojaat qilib aytsa bo'ladi. Biz tushuntirib, qo'llanmalarini, tayyor jadvallarni tuzib berganmiz. Bemalol ishlatishsa bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmanglar. Videomiz cho'zilmaslik uchun iloji boricha endi qisqaroq video qilib o'tdik. Yana bizga aloqaga chiqsalaring, tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Videoni tugatamiz. Sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Mayli, rahmat.